Homiladorlik o'tib ketsa, keyin homiladorga sovg'a qilaman. Niyat qilib, ha. 4 ta farzand onasida. Qarang, sizni bo'yingiz baland emas. Yarki qizsiz, mana makiyajlar, sochlaringizni qarangda, mana bu kiyim rangingizga yuvilib, bu rangingizga yuvilib qoladi-da. Ikkigan kengligi sizni sal bo'yingizni yana ham past qilib qo'yadi. Shuning uchun mayli, homiladorligingiz o'tgandan keyin buni chiqaramiz. Qizlar mana zaxirada bor ekan. Ha, mabodo. O'sha 7 yil oldin homilador bo'lganimda mana 2 qatli edi, 2 qat qizlar bo'lsa, mana ko'rsatdinglar, mana 2 qat qizlar bo'lsa, mazza qilib kiysa bo'ladi. Homiladorlik paytida efirlarga ham kiyganman buni. Bu mening onam paytida. Mayli, chiqarib olib turaylik, qo'lingiz ko'p-ku, kirdirib rosa ko'p ekan. Balkim kimgadir foydasi sizdan ko'ra ko'proq tegadi. Masalan, siz 1 yilda bir marta shuncha qo'ylanchidan olib kiysangiz, u har kuni kiyish mumkin. mumkin. Har kuni kiyish mumkin. To'ppa-to'g'ri, mana juda ham sifatli. Juda ham sifatli, Zarani kiyimlari yomon emas, yaxshi. Garderob bazasiga kiruvchi liboslar ro'yxatini bilmoqchi bo'lsangiz, unda direktimga plus qo'yib qo'ying va men sizga elektron gayd kitobchamni yuboraman.